26 bab. Ayub javoban mundaq dedi. Sen haqiqatan bir ojizga cho'ng yordam qilibsan. Biliki kuchsiz odamni qutqizibsan. Aqlsizga aytgan so'zlaring nemi degan farosatlik ha? Sening haqiqiy farosating shundoq namoyon bo'ldi-da. Sen kimning yordami bilan bu so'zlarni qila olading? Kimning ruhi sen orqali so'zlayotdi? Suv ostidagi o'liklar makonida yashaydigan arvolar titirmoqda. O'liklar makoni Xudoning oldida namoyondir, gör oshkordir. U shimoldagi osmonni bo'shliq ustiga yoydi. Zeminni bo'shliqqa esib qo'ydi. U sularni bulutlar bilan yo'gab qo'ysumu, bulut eg'irligidan yerilib ketmaydi. Xudo oyning yuzini yoshirib ustiga bulutlarni yoydi. U dengiz ustiga ufuq siziqi sizib, yo'riqlik bilan qorong'ulikning chegarasini ayirdi. Uning aypilishidan osmonning tuvruqlari titrab, aloqzoda bo'ldi. U kuch qudrati bilan dengizni tinchtalaydi. Aql farosati bilan Rahobni vayron qilalaydi. U ko'kdagi tumanlarni tarqitib etalaydi. Keçib ketayotgan yilonni qo'lini shiltibla o'ltiralaydi. Qara, bular uning kuch qudratining faqat kichik bir qismidir. Anlig'inimiz faqat uning pichirlashlaridir, xolos. Uning guldir momidak kuch qudratini kimmi tushunalisin?